İşte adam kırptı bilen adam kırvasın, meyada materyallerini reddi olay. Assalomu alaykum. Muajiratdagi suyimli qarindoshlar, vatansuvar, vatanparvar qarindoshlar, bir Sharq Turkistondagi mustaqillik uchun ajr qilayotgan akalar, hadlar, ustozlar, do'stlar, chet ellik do'stlar Uyg'urcha biladigan bizningki shu ishimizni bizga ko'ngil bo'lib, bizga yordam berayotgan har bir do'stlarga vatanparvarlarga oliy ehtirom bo'lsin. Men To'g'liq Hamid mana 2 kundan beri asli men naq maydon qilishlarni asos jihatdan to'xtatib, shu Shvetsiya parlamentining oldida tanamga ega chiqishninki faoliyatlarini boshlayotgan, undan sirt yana shu 2022-yillik Shvetsiyadagi Shvetsiya hukumatining irqiy qirg'inchilikni talab qilish to'g'risida e'tirof qilish parlamentidan do'stlar orqali biz xatlarni yozish orqali mana Shvetsiya Uyg'ur komitetidagi olib ko'rsam saqab endi bu odam tirishyotdi parlamentning oldida o'zi oilasi chiqayotgan qarindoshlar bilan ba'zida ma'rifdagilar bilan birlashib degandek men bu 1,5 yil bo'lib qolibdi shu 6-oyninki 20 qanchasi kelsa shu 1 yil bo'lib qolgan deyman men qilmabman. Ondan keyin shu jarayonda men chiqib Dünya Uyg'ur qurultayidagi ma'lum bir shaxs tarafidan aldinganligi, esiyatimni aldanganligi, ota-onamniki vaqtini turmada o'tib ketganligi to'g'risida dedim. Ondan keyin 2-3 oy shu tariqada shundoq namoyish bo'ldi. Tinch shaklda. Ondan keyin Fransiyadan, u yerdan, bu yerdan do'stlarim yoki boshqalar seni qurultayliklar sarang bo'lib qolibdi. Aciz bo'lib qolibdi dedi, undaq bo'ldi, bundaq dedi, amandaq dedi, mamandaq degan hamma narsani yig'ib qo'ydim hozirgacha. 2021 6-oyning 19-kuniga. Men chiqqani hozir shunga oz qolibdi. Undan keyin shunda har xil gaplar keldi. Undan keyin indigenes to'g'risida gap so'z bo'lindi. Uningki o'tiribdi, uni chiqib advokat tutib, uni bir iptashlab etaylik, uningki ND'ning pulini to'xtatadigan ishni bir qilaylik. Advokat tutib shuni qilgan, shuldigan bo'ldi degandan keyin bir necha do'stlar shu bir pul jihatdan yordam berganligini dedi, uni namoyish maydonida debdimi degandan keyin shu Dunyo Uyg'ur qurultayning shu ND'dan oldigan pulni to'xtatadiganlik to'g'risida endi o'zimningki ko'z qarashini o'tirib qo'ydim. Bu degan bir to'g'ridagi bir sotsial mediadagi bir erkinlik bu bir fikr. Shu kundan boshlab haqorat, til, ihanat ba'zi bir odamlarni bizning oramizga do'st qilib salgan bo'ldi. Biz o odamlarningki ba'zi bir dardlarni anglab bo'pti akimizga mushu ashyalar yuribdi, bo'pti deb aralashdik. Undan keyin o'ttirimizda kichikna bir narsalar to'g'riliqlam ishdan ko'ynakni seplam bizga qarish chiqib to'kmatlar yana qilib qilmagan atmaganlar qilmadi. Undan keyin meningmi ochig'im keldi, shundan menmi uni tilladim. Bu tilladim deb qaramayman, men bu xoinlar qarta kurash qildim deb qarayman. Ondan keyin shu bir uyliklarningki ziyankesh to'g'risidagi shundaq bir bo'lgan ishlar to'g'risida so'zildim. Ondan keyin menga shu Shvetsiyadagi Behram Tursunniki qaysi kun to'g'ri yozibdi. Hadisi marhaba Tursun menga telefon qildi. Telefon qilib men bilan 1 soat 35 minut paranglashdi. O'kini yozibdi. Bunu anısı tuqqandan küçük tuqqan bo'lsa deb, men sen munofiqlarning avlodidan bo'lib qolmaganimga Allohga cheksiz rahmat aytaman. Sanchilik mehnat emasman. Sanchilik sarp sporini sesiqchilikqa bo'yayotmadim texi. Sendek g'uljida nomim ketgan 8 munofiqningki avlodi emasman. Sendek rasvo emasman. Sendek mehnat qasmoq emasman. Tushundingmi? Bir qota bir
saraliq bir o'zbekdan birisi olib qo'ysa o'zingni bilolmay menga telefonda men degan mushundaq hozir undaq ishlarni o'ylamayman uyimga sofa olsam deyman uyimni yossam deyman undaq qilman bundaq qonunlikdek gapni qildim undan keyin men Bakram aka demadim Bakram dedim ondan keyin sen qopab sen yaxshi bo'lib qilinglar ondan keyin o'tiringlar fuqishmasin nim qilinglar voy sizning ishingiz asli siz Norvegiyada bir bilan ishda yuribdi ekansiz to'yini siz buzib yetibsiz undaq qilibsiz bundaq qilibsiz degan ondan keyin Zumrat adashninki inisi Zumrat adashni bir munch tilladim bir ayolni matam bo'lgan bir ayolni inisi tugab kelsa qorini yarimiz deb hammang birlashib haliqi shumtak voka haliqi kim o haliqining ismi jirangdak mashinchilik qo'ng'altaq qo'y u sen birlashib hammang ashayonni bo'zaq qilishdan ashaydi u meyitninki doktor bo'ldi yurak to'xtab qoldi bu degandan keyin uni yaramdi yamamdi ayosidan o'lgandan keyin nikoh tugaydi birdan bir qayrindishi bu emas chiroyli yaga qo'yitay desa ashada dunyo uyg'ur qo'li desan qaqash vaqtida Zumratda chiqqan vaqtda ashada degan jidallarni qilib ko'ngliga azor berib shunda iflosliklarni qilishdi sening nima haqqing var haqning kishiga aralashadigan sana kim qo'ydi haqning ishi qo'ng'ongdagi bir po'q qarab baq qo'ng'ong degan liq po'q seninki tushunding Fatimaringmi ixlosingmi qaysingning ering qaysi eji qiza va chiqa oldimga kammamsam yaga birinchi ayda to'g'lagandim hozirgacha yo'q mana xabaring bijdam afg'onga saqchiqanning oldida turib oldi odamni MTT qilib bijdam anda qildim deydi bijdam anda qildim deydi ben anangning endi oppangning endi seninki oppangninki endi men senga Bakram akam dedim ma ben nima uchun u ovozni hozir qo'ymayman men sarpis bo'lyapman ayning oxiri Norvegiyada bir ishlar bor edigan Abdurashidninki va bugun degan unday ki bu To'lqin Ayso mushtadab tika degan ovozlarni tatib men bir-birlab To'lqin Aysodan tatib suzib manga desam ishon Yevropada hozir ko'rsa qarab turib tigiga yezib la'nat bo'lsin va sana la'nat bo'lsin g'ulji xalqi va sen 3 rasvodan 4 rasvodan qutulganiga oyliklar duo qilib ketgan rasvolar haqni uyini buzishib maynat qosmoqlar jundi purish nimalar qaysi nima davatsan sen kimni davatsan senga yozgan har bir narsang inglizcha o'rib tayyor meng'ig'lar qonunki hammisninki Ananiki Yaponiyadan birisi qopib, mushunda ilm mashripidikilar buni tirik ko'mbetish kerak. Ilm mashripidikilar burun bir Turkiyada odamlarni bir yerlardagi Yevropada bir odamlarni tirik ko'mbatgan tajribasi bormi? Men uqmadim uni. Men ilm mashripidikilar bilan aloqalashmayman, ularning kimligini bilmayman, qiziqmayman nimaga yo'g'on bir shirkatlar borki, u shirkatlar toz pul topadigan, dunyo uyg'ur qurultiga pul yetkazib, pul beradigan yordam qilib, pul yetkazdi desakmi bo'ladi-ku. Elim mashripidikilarning mishadiki ashu WhatsApp to'plarda yuradiganlar bor-ku, ig'nab tirik ko'mbetayli o'qilay sanga bo'ying 1 metr bo'ykansa sanga jiqqa qilay desam o'zimning suputini buzib oldi ekanman sanga cho'p tash etmasin desam ishonman Yaponiyaga men qanday xat yozib o'zim berib bo'lsin ko'gligingni ko'zing etmasinki bu bir ikkinchisi Kanadadagi Abduvokon o'zingning nimbop yo'qolib ketganini uqdigansa nima shu o'g'inni Kanada tarafidan sen yana chanayma jadug'vasma deb nada pasporting yo'q qarinopos qo'ylavaqo gaping yomon cho'nkaya kelanmagandan keyin chegara atlab chiqamagan keyin og'zimga keldi deb dalaverdi ekansa bag'oya jadug'vasma bu jadug'vasdigan men bil yo'qolanma va go'roz Jodoq vasılgan ben bir beydime atkı vergen toğrap yapgan sen jodoq bas deb ma şivitlar qarab o'tamaydi mı ya da falanchi ming dollardan boshda o'ylab ishlayotgan odamman kirpaqa chegirdim yaga jodoqni to'g'rayma texi shuning bilan qarindoshlar bizningki bu da'vo setilib ketgan da'vo bu bizni qo'ltivatdi bo'ladi vaqtdan beri bir turkum odamlar vatan bilan berib kelib tijoratning yo'lida bir turkum odamlar xoinlik qilib bir turkum odamlar pul yo'tkab bir turkum odamlar har xil
tashkilotlarni ichib, cherkovlardan pul ilib, hukumatni aldab, oq ko'ngil chet elliklarni aldab, bizni hech qanday g'arb ellarda bizning yuzimizni to'kyapti. Qarindoshlar, bizning Suriyaga silib etilgan vatanparvar qarindoshlarimiz o'lib ketganlar, ashlar vatan deb mujohidlardi. Faqat o'rin xato bo'lib qoldi. Bizning qarindoshlarimiz Qozog'istonlik, O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik qarindoshlarimiz bilan har qaytim jidallarni qiladi. Bizningki maydonimiz Suriya emas, Turkiya emas qarindoshlar. Bizning maydonimiz Xitoyga chegirdosh yali. Kashkicha ashu qarindosh millatlar bilan pitni urug' chechib bizni jidalga sotadi. Sizlar o'ylab beqinglar qarindoshlar. Müşü to'g'rimi? Bizning dushmanimiz ayada Xitoy qilib ketib, yo'qolang bir ersindak bir ballarni, kichik ballarni o'yintib, davlat qochoqchilik qilib, Amerikaga olib borma deb, ashundaq nervisini qilib, Uyg'ur biz to'piga akirib, uni maqtab uchirib, Gollandiya tomoqlarni berib, ashu balaninki qo'yib Uyg'ur terrorist. Uyg'ur mushunda desa, voy u deganni tillab, qozoq deganni tillab sarang bo'lib ketdinglar. Qarindoshlar, o'zimizninki iliqi nimalar chiqib Xitoylar bosqinchilik qildi dedi, bu rost. Xitoy bizni terrorist dedi, bu rost. Nuri Tulki terrorist, Bilal Ibrohimni terrorist degan chaqda ajab zuvaninglar qilib maydonlarga bir shu bir tafsilot bir odamning maydasi kelib qilib qoldi, shunda bo'lib qoldinglar, hammanglar qarindoshlar. Bilal Ibrohimning ishiga kelgan chaqda men tug'liq Hamitdan boshqasi ekranga chiqib media kurashi qilmagan bo'lsam, balaninki hayoti 15 yillik ketadi. Bir adam chiqib bir bunda so'zlab haqiqatni valloh turmuti qilmamsak, izzat mirzat nimalarni qilyapti o'zining onasini tushayga odamninki balani qanday qilyapti, uningki nima ishlar bo'ldi, uni boshqalar chiqib so'zildi ekranda. Dilyar Musaboy chiqib so'zlabdi. Ana o'zimizning bir Uyg'ur bolasini qo'g'dayolmaymiz, nohaqchiliklar degan to'lib yetib turibdi, eshib turibdi. Biz ashnoga ega chiqmaymiz, biz vatanga ega chiqmaymiz qarindoshlar. Ya'ni kashkicha jidal bir undaq qilib o'tirar ekanmiz. Mustaqillik bizning birdan-bir chiqish yo'limiz qarindoshlar. Men sizlarga isbot ko'rsatma yoki bu undaq demadim. Men Zubayra Shamsiddinni Amerikada qanday qilishimni o'zim bilaman. Murat Ataman FBI'da deb chiqib qanday yazsa, mana yazsa, men FBI'ning alayli xodimi davlat atlab chegirdan kirganlarni kontrol qilgan, seni unday yozish haqqing yo'q degandek menga tahdidlarni qildi, uning ovozini tutdi, uning ishini bartaraf qilgan ishlarim bor. İşlerim ko'p meniki. Men bu ishni Dolqin Aysan tutib chiqaman, Dolqin Aysa cho'qim men javob berish kerak. Norvegiyalik Abdurashid javob berish kerak bu ishga. Ajinda gap qarindoshlar. Men bir chiqib nima gapni xato qildim, sizlar o'ylab beqing. Qo'yib ketdi dedim, qo'yib ketdi. Aldab ketdi dedim, aldab ketdi. Indigenes qilyapti dedim, indigenes qilyapti. Voy dava yag'in, mushunda ishlar bor dedim, mushunda ishlar bo'ldi. Voy mushtaq qilmoqchi bo'ldim dedim, mushtaq qilmoqchi. Men sizlarga palonchi kuni men sizlarga isbot ko'rsatma, hozir so'zlayman degan gapni qilmagan nima? Hammanglar o'yin ko'rgansizlar qarindoshlar. Men bugun bir chiqishimning hojati yo'q deb omalsizlikdan bir yamanmi bir tuhmat bo'lib ketganda, yaman bir yag'an ish bo'lib ketgandan keyin men chiqdim oldiga. Aslida mening chiqishning hojatim yo'q. Men buningdan keyin bir muhim ishlar bo'lmasa va ekran yuziga chiqmayman hamda. Mening ota-onamning o'zimning qiladigan ishim bor, hamda sotning ishlari bor, soqchining ishlari bor. Qiladigan nurg'un ishlarim bor. Mening do'stlar bilan o'zimningki qiladigan ishlarimiz bor. Bizning og'riqlarni davolaydigan ishlarimiz bor, yordam bergan nurg'un ishlarimiz bor, o'zimning o'qishlari bor. İnternette ders yaratgan ishlarim bor, do'stlar bilan hamdardlashadigan ishlarim bor. İşlerim jiq meniki. O bakacha emasman. Ashunda bo'ldi. Bahram Tursun efendim, siz meni saqchiga beribsiz, Tumba saqchiga berdim deb sonla bax saqchininki oldida turyapsiz. Siz bir vaqtida meni yoqamdan tortib tennisda biz saqchiga kirayli degan chaqda men nima degan? Yo'q, Zumratada ayla, men gap qilma. Sizga telefon qilaman, men nima qo'yday.
degan chog'da men dedim, sen berip meni bereyve, ben kaynağında xat kelgen çağ barma. Bu senin yeni hayat gibi akanın ki Enver Özbek'nin içip koygan peyç sos emez. Bu ya bededen keşke jügreydiğin asas katlanma emez. 8 münafık jügreydiğin. Bereyveringlar, bereyveringlar dedim. Xo'sh, Bekram Tursun'a keldik. Bekram Tursun 2018-yili 2 ayının 1 kuni soat 16'da 13 o'tgan chog'da menga SMS yezib tyvärr kan inte prata med dig allt som du håller säga till mig, säg till polisen. Jag vill inte att du ringer hela tiden och hatar, stör mig. Polisen heter Venda Dalholm, telefonnummer palanchi palanchi. Hon har mitt ärende och hon vet vem du är. O sakçı benim kimligimni bildi ki dedi. Bunda nu direkker det. Birinci qitim sen meni arz qilibsan, shundaymi? Uningdan keyin o sakçı men bilan aloqalashdi. Aloqalashgandan keyin u yoqdagi ishlarni men o'zim bilmadim bo'lganini. Uningdan keyin bu menga Venda Dalholm degan bu ayol 2018-yili yana o'xshash bir vaqtda 2 ayning 1 kuni menga 15dan 24 minut o'tgan vaqtida hej ringer Venda Dalholm hos sådana polisen som behöver komma i kontakt med dig deb ki sen bilan aloqalashgan bo'ladiki nomerini beribdi, men aloqalashdim. U ayol bilan bu ishimiz yepildi. Uningdan keyin seni meni aloqa qilma desa, sen meni o'zing izdiding. Uningki izdigandan keyin vaqti izdigandan keyin vaqti 2020-yili 5-iyuli 4-iyul sen meni izdepse 5-iyuli biz ko'rishibdik. Mana bu jiraqdan kamera qilingan ishimizdan. Yeshil mayka, men tug'an oyoq qarab sen. Mening turishimga qara, o'zingning turishiga qara. Xuddi o'zing jinoyatchidek turib, men hamini epmangdim. Sen atalmış ispatlarını deb ketibsan-ku. Menda atalmış ispat ovoz emas, videoringdan tatibpa. Shu sen-ku. Sen, çünkü sen ağzından yinib olasan. Bu kuni sen biz anandaki paranglashishning oldida voy to'xtabda beshikta suv yeb olaylik deb magazinga kirdik. Undan keyin fantadan birdan ishkin oldik. Men o'zimdan keyin to'laysam yo'qmikan bu hech narsa emas deb 12 so'mdan 24 so'm pulni kartam orqali to'ladim. Bu badom shu esingda bizdan ko'rishganimiz. Undan keyin yana meni qo'yib atmay, yana esildan onundan keyin Nijat Turg'un bilan Baxtiyor Kam deb bir Qozog'istonlik akamiz bir yer ko'rishdi dedi, ya'ni tennisda ko'rishib, fikam ishqinglarning jidili ya saqchi qilib bo'lmaydi ekansizlar, ya bo'lmasa meyadi ishqinglar biz qo'yib berdi deyishinglar desa, sen nima deding? Sen qo'pib men buni tonimayman deding. Sen meni ashchaqda sen uningdan keyin biz ko'rish bo'lgandan keyin sen meni tonimayman deding. Baxtiyor Kam bilan Nijat Turg'un bu ishda. Lekin sen meni tonimasan, sen qanday men bilan paranglashsa? Onundan keyin sanga ular dedi, seni biz bilamiz, jiqqa qilma, varitang qilma dedi. Sen u yerda Nijat Turg'unga vaqading, Baxtiyor Kamga vaqading, tatay qilding, shuning bilan endi men qonunliq davlat bo'lgandan keyin cho'nglar sanga jiqqa qilmadi. Shuning bilan Nijat Turg'un bilan xapolgandek bo'ldi, sen men baqirayotamsan deb. U yerda bo'lgan ishlar hammasi isha qichib ketmadi hech kim. Senin derdin mende bu atıda kelganning yeri. Onundan keyin 2000 keyniga qaytargansak 2010-yilmi, sen 2011 kelgan chaqda seni mishadagi bir soatchi chaqirib akeldi, meni sening g'uljilig'ing keldi deb shu chaqda sen ayoling bilan kelgan, ayoling ishga qatdi. Apang dadang shu chaqda voy bolam, siz yomon jiq savollarni so'rab ketdi mendan. Men 20 yosh, 22 yosh vaqtlarim bo'lg'achqa, men bek sadda bo'lg'achqa, ota-onamning qo'ynidan bunday qilib chiqib ketgan, urilib qilib so'qilib bevositalik kelgan bo'lg'achqa, men bu ichki qonunni ravoz to'kitmen kelman, uning o'chib xeyli bir vaqtcha sanga men hamma narsani deb turdim. Andaq faoliyat bo'ldimi, ya kelding, namoyishlarga kelding. Voy Uyg'ur Amerikanniki bizni intervyu qilgan bo'ldi, kelamsa, amnestiyadan desam, yo'q, mening qo'limda isbotlarim bor.
Fikrim ben basam nim qilmayman. Andaq menen ketib o'zing dedi o gapni. O'zingning og'zidan chiqqan gaplar, uni bexatarlik edasiz kolisiz ko'chmalar darsidan chiqadi. Amina sen bar, o'zing topshirgan o'zing. Ham boramayman dedim. Boramayman deb anodiki 2005 anodiki yana bir akimizning uyi san borganiki yana bir akimizning singlisini akirkatdi jelizda. Onun mishaga kaynaga kirib elib narsalarni so'rab uyalarda qilib yurgandim. Anadaki o'zingninki YouTube boradiganlarning uylariga kirib xalqlarning uylarining ichini videolar tatib qilgan ishlaring bor. Uni xalqlar o'zimi davatidi. Uni sen bilan bir ko'rashgan chaqda chiqarib bermoqchiman, bu sifatlarni sen aldirmaydi. Shuni o'ylan qopib, u yerda ses ketib, Stokholmga ko'chib keldim. Bir mazgil sen bizning maynorlar bilan bizning maynor Hasanova, Shvetsiya Uyg'ur komitetining shuchaq raisi. Shuchaq aramizda turib, narsalarni oldim, hamma narsani bildim, bir ayrim kichik shaharga ruxsatlandim, tikib etdim. Yo'qab ketdim, o'ttirliqda Norvegiyaga go'sht satdim. Boshda o'lamay go'sht setib yurdim, ha? O'zingning go'sht satmayman deb qancha kilo go'sht ag'ini qanchadan tatib, kartangdan pul oldingmi, kontant berdim, go'sht to'kkanlar bor-ku, hech ketkin yo'q. Norvegiyaga go'sht yakirding, sening azang go'shtingni yeyma deb, sana to'xtamay Norvegiyaning uchurlarini degan odamlar bor. Onundaki vatanga borgandan keyin bizning uydagilarga bir ish bo'ldi. Boshqalarningki kim bo'ldi? Bir odamdan so'ng 3 odamniki, bir g'uljilikniki bo'ldi. Uning oldida hatto Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonot Dilshod Raisning xotini borgan chaqdimi hech qanday ishlar bo'lmagan. Boshqa adlarimiz, boshqa og'aylarimiz borgan chaqda, hatto bizlar bir uyda turgan bolalar borgan chaqda bo'lmagan. Chunki ular g'uljilik emasdi. Emine sen bağandaki müşişler oldu. Şuna ola sen kelgandaki ben közünü kırıp aldım. Sen demiş şunda kılsa. Çünkü ikimizin oturluğunda bir kapıçılıkımız vardı. Bilsem koy sen özün arlaşmaydıgan işleri, tetkiksiz işleri arlaşıp bilip anandaki keyinden işte özenge anandaki gapni anladın koy benden. Akan müştak ki seninki atanan müştak kep ketip durdu ki seni müştak deydiken oraya geldiler hep ben digendik öf gep toxtaptı ben sen kögülügen köstetme dedim. Sen şu qo'saq köpüğünü berip aldın menden. Onu qağını hükümet koydum, bir Allah'a koydum. Ben seni boş koyup etmeyime Bekram Tursun. Kanun cihette ben seni boş koyup etmeyime. Ben sen bilen tutuşkan milyon dolar pul kesme, ben bana davanımı ahirde kötürüp çıkımı. Sen şundan kopap tünögen sonlap o Tumba Sakçıxana degan o Tumba kriminal warden. Bu yerda to'g'ri Sakçıxan bor, o kriminal warden o boshqa. Sakçıxana boshqa. Stockholmlarga qaraydigan qancha Sakçıxana bor, uni to'g'ri qarsak hammamiz bilamiz. Sen lekin Tumba Sakçıxana berdim dedim. Tumbadagi sotmo ya kriminal warden men uqmadim, lekin o qilg'aya emas. Bo'pti, berdingmi deyli. Seninki sabır taqıtın şunçilik bulmasa sen qaysi devletning yaşavatsa sen Şvetsiyada yaşap durup sen Şvetsiya devletinin kanununun üstüde mi turamsa sen meni arzi qilsa xo'p arzan mangmadimi yoki nim bo'ldi uni men uqmadim u mening aybim emas u shvetlar ishni asta qiladi Salih Xudoyorga esilgan qiz odamı 4 yil FBI tarafidan tutib chiqildi 4 yılda. G'arbninki su kirmaydigan qilib chiqadi. G'op qilsang, apap qilsang tatatap oldinga tashlaydi shu. Qo'ng'ongning shu to'shki qo'lingni tutib qolsa, og'zingni tutmaysa, ko'tli qilib olsa o'zingni. O'chaqda. Ondan keyin at qopib, men dedim, biz saqchiga bunda bo'ldi, adam manda bo'ldi. deb yozilgandan keyin ertasi qopib voy bayramdimi unda bo'ladi bunda bo'ladi bayramda ochiq emas qizil gullar yepiq taqaq arzi qabul qilmaydi to'g'ri yozsang bo'ladi telefon qilsang olib qo'ydi mening shu rasmiy shu sen texi qonunni obdan bilmaydi ekansan sana Shvetsiya hukumati Shvetsiya davlati Shvetsiya saqchilari sen qonunni obdan o'rgatib qo'ysa bo'ladi ekan baba İkincisi, anadaki ertesi kopub, 2 tal tirik şahidim var. Ben Serpo'nun aldığı, bexatarlikni aldığı seni 11 yerim aç küzettim. Sen çıkmadın dedim. Yağan senin diginin dedim. Hoş.
meni Shvetsiya bexatarlik idorasi biror mashinada kiyib akatdimi, yo boshqa ishlardan akirdimi, yo oldindan akirdimi, yo ashadin kiramdimi, yo qayerdan kirmas. Seninki mening ishimni kuzatib o'tirdiganing qonunga xilof. Bu jasuslarning qildigan ishi. Chunki men hozir xoinlarga qarshi, Xitoyga qarshi Shvetsiya parlamentini oldida kurash qilayotgan bir jangchi, bir politik aktivist. Men bir politik, bir aktivist. Men bir o'qituvchi, men ota-onamga ega chiqqan, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun ega chiqqan, uyg'ongan bir Uyg'ur. Mening sosyal mediada nima deyishim o'zimning ixtiyorim. Menga shu sotning ishi kelgan chaqda Shvetsiya tak shim chekib, "Halo, polisin" degan chaqda, "Yo'q" deb oldiga chiqaman. Uning oldida seninki soqchixonning oldiga berib elib, kamiyaga birga kiramiz, atalmış bu. Sarang talipatda dalta danqam putugoy. Bu nad bir g'aribdi bir adam tang soqchixon kirgan ish va. Bormi shunday ish? Ha yo'q. Ya bir adam yozdi, bir adam chaqirdi. Anga oxirchaga kelishamagancha ustida sot bo'ladi. Sotchining uyida bo'ladi. Undan keyin xotining Nijat Turg'unga telefon SMS yozib, biz jamoatning ichida hal qilaylik debdi. Agar xotining seninki Shvetsiyada kichik bolalarga yaslixonda dars o'tadiki, yaslixonda atgan shvetsiyning bolalariga jamoatning orasida hal qilinglar deb o'tamdi ya, polisin deb o'tamdi. Sening ayoling mishada o'tbilding qilib turib, mushinchilik ishni o'qmay Nijat Turg'unga beshida jamoatning oldida yuzlashaylik deb. Jamoat kim o bu yerda? Qaysi jamoat bu? Jamoat necha vaqtdan beri nima ish qildi bu yerda? Bana şunu bir dap beqinglar. Men shu jamoatni jig'ay Shvetsiya, hammasiga telefon qilsin, Shvetsiya bexatarlik idorasi. Men shu jamoatni bir ko'rishtiray. Jamoat polis bilan ishlamdi, ya jamoatninki bir hukumat bilan aloqasi bormi? Mishada Uyg'urlarning ishini kesim pichim qilib beringlar deydi. Jamoat nimani hal qiladi? Oy, bu biz Iroqda yashamasak, Iron deb Shiya mamlakatda yashamasak, qonun nima ish qildi? Saqchi nima ish qildi? Saqchi nima ish qildi bu yerda? Mening Ashbekramning ayolisidan so'raydigan savolim. Siz dapaqnada, siz mishari yosh bolalarga dars o'tadi ekansiz, bu shu yasiydikilarga saqchi nima ish qildi bu yerda? Ondan keyin qo'pib biz sotqib beramiz. Sotqib bergan bo'lsanglar, tabir qilib o'tamamizlar, yeringizni tutib o'tamamsiz unda qisib birdan. Qonun bordi bu davlatda. Ya qonun yo'qmi ya sizlar bu kontrolchilar, sizlar qonunning ustida turamsizlar. Qonun bular ishni osti qilamdi, keyin qilamdi, lekin bular puxta qiladi. Shu men borsam bo'ldi-ku, o'sha qech ketmasam bo'ldi-ku. Sotinglar bo'lamdi, ya soqchixon bo'lamdi. O Bakram tursin sen o sundi bari sonla polis deb bunda ismlarini yozib qo'ydi ekansan. Ya qara, unda winneringni qara, bu to'g'ridagilarga ahli bola o'z bilib ol deysa. Mana 2021-yili 10-oyda 10-oyninki 16-kuni men sen saqchiga arz qilgan, biz shu kun ko'rishib, vaqirishib ketib, sen meni xoin deb tenista deb, shu demlarning ishi uchun kap bilimlarni deb achar nim qilgan, o'chadan maydon chiqim dedi telefon, uning ovozi bor-ku. Shu. Mana menga 2 tal keldi. Manda keldi mana. Kelib 2021-10-oyning 16-kuni nima keldi? Mening aranda qilgan nimam keldi 2021-yili 10-oyning 17-kuni manga besilut keldi. Bu yerda bir o'ltirib yetma chopma degan ulovli xotar degan narsa yo'q-ku. Endi sizlar endi bu sanqanda men dedim, meni avar qilmasin, men o'zimning qilayotgan ishim bor desam, saqchiga sening arzing bormi deb mendan so'radi. Mening saqchi bilan ishim yo'q dedim. Unda bo'lsa bo'ldi dedim. Yepildi. Tugidi. Şunun bilan bu bir isbot men ko'rsatdim juma. Xalq men sizlarga ko'rsatyapman, men vatanparvar, atanning suydiganlarga, men rostni yaxshi ko'rganlar bu qolgango 80-99% xoin munofiq cho'shqining kuchga joynamak ketsa, munofiq qo'ylar mushu million Uyg'urning o'lyapsa, millionlagan qizlaring dapsandichiga uchrasa, mushundaq narsalarning tigiga kirib tirik ko'mbaymiz. Ya men nima gunoh qildim ya, menga dap beqinglar.
Ve haini ayıpladım, tüllüdüm, küreş kıldım ular bilen. Çıkıp yalır baktı aylık Mirzat degan o fikam selli kılamsa bir tal atның üstündeki asker olup kaldım. Nim boptu menli kısam bir tal asker olup kalsam. Talay tuğluklar var bu parlamentlar kirip atkan, Scott Perry efendimlerge xat yazıp atkan, kongresmenlerge yazıp atkan. Ve Uygur'un işi aksarayet futbol diye men davitay boldu. Müstakillik kesim bop boldu. 100 ming imzadan keyin. Biz fakat men xalqni uyg'otayli, ma ish manda dedi. Mening Dünya Uygur qurultayini o'rib etadigan yoki uning ichidagi bir yana birisini pash qilgan, yana bir qilgan mening u xiyolimga kirib chiqmay, qilg'im kelsa qilmay, qilmag'im kelmas, mushtaq qilmayman. Dalil mening qo'limda, isbot mening qo'limda. Mening ota-onam turmada, Xitoyning qo'lida. Bularninki Alloh balasini bersin. U siyosatda qanday tutadi? Xato qilib chiqib tillarimizni o'ktichi bo'lgandan keyin. Küreş kılımız. Lekin sen bir adamdan küşkürtüşü bilen yoki onun bilen o sonlarınki hatta maşinanın saatinin çırığıdan tatıp bana 4-5 adam özlüğüde evetti. Ben hiç kaçan birisi bana bekramlikini evettiğine demeyim. Ben onda kayını kırvamayım. Senin inilerin varken o küzütüp baş benimkini okup başı şahap getirirken sen eles gözlerini pırıldap bunda alıp getirirken yakın lepen ışıp sadece şu Ayşem Han'ın Kosır'da köp şamalda kalgan. Çırayların Karapakaya göy namaşıqın bir közeynikini elbet çıksan olmamdı. İyilik 20 yıl kesilip ketken Enver Özbek degen iyilik akanın kime iyilik Facebook çaplap koyayıcı mı? Nerede oynavatqanlar şu? Meşindaq şu dibanın içinde 20 yıl iyilik Azmet degen ciyanın olan kesilip ketken akanın ki. Abi Germaniyada kimi guvalık vergen gözüyle taşmamak mı? Sınırınız çıkıp boğanı ki çıktı. Benim sınırım deyip emmiye ilan kıldım. Ben bu parlamentlarda benim adam çıktı. Ben de dedim sen delaldın mı? Hazırlıkça medyadaki merhaba diye adam takip jürüp taş ne? Hükümetini aldap, medyalarını pelan pataş kılıp, melan kılıp. Endi Manikür. Sekirhat polisi. Şivisiya bexatarlik idorasi. Bana xat kaptimi? Ko'rishibdimanmi? 5-oyninki 20 qanchinchi kuni 4-kuniga telefonda kallar qilgan. Undan keyin vaqt e'lon qilgan. Sen PM'ga tushding. Kuzatding meni. Odatda bundaq aktivistlarniki bundaq yerlarga hukumatning nozik organlariga kirsa bir odamning kayinda kuzatadigan yoki qilib ikki tal odamni mashinangga silib olsa, sen nima maqsadda silib olding? Men bugun meni ishdan ketkizib etdim. Meni bugun ishdan ketkizib etdi. U deganim ishdan haydab etdi deganim emas, meni ishdan haydab etmadi. Ben dedim bu işlerini idaramdagilarga depmanman hatta meniki. Desem şunun bilan qo'pib sen ket dam ol bugundan boshlab Pivra deydigan bir yer bor, shu doktorxona. Kimma sen bu psixikangla ishlayolmaysan, sana yomon xatar. Atigidagi tirik kumbat adamning yozganlari ham inglizcha ko'rgan narsamni idoram ko'rsatib, undan keyin og'ay qog'oz qani. Küçük ya. Yapmıyorum. Ondan keyin ben bugün saat 17'den 11'de mana ben numaracıma ağalarımda tatma her bir narsani olib kelman isbotlanan birini qochirib etmayman. Tünügün kecha men saqchiga telefon qildim, 3,5 soatda saqchi telefon olmadi. Unimi cheto qilib oldim. Men hech qanday narsani qo'limdan qochirmayman. Her bir narsani hatta abiyam saqchidimmi so'radim. Mushni ilib olsam bo'lamdi desam qarab kulib ketdi. Ashunchalik diqqat qilamsan sen deganda qil. Men ilib olishim kerak desam men arzi turg'izma, endi anzi turg'izma. Dedi endi anzi qachon bo'ladi? Uni sen endi sabrchanlik bilan saqla. Bir odam Shvetsiya bexatarlik idorasining oldiga kirsa, ikki odamni beribsa o'ldirmoqchimi, yomon qarshitmoqchimi? Men sosyal medyaya chiqmayman, shu parlamentning oldiga chiqib, yana ota-onam uchun namoyishni boshlagandan keyin shu jang boshlanib ketdi. Nimishga? Parlamentning oldidan 5 yil Shvetsiyadan qaror chiqadiganiga David Lega degan bir odam bor. Shvetsiyalik odam Shvetsiyadagi Yevropa parlamentida turadi. O'sha odam chiqarishga tirishaydi deyapti.
Yevropa parlamentida mi chiqadi, Xudoyim buyursa, Shvetsiyadan mi chiqadi? Senlar to'sab qololmaysan. Senlar hech nima to'sab qololmaysan. Meni mustaqillik irodam to'sab qololmaysan, ota-onamga chiqadiganimni to'sab qololmaysan, o'qituvchiligimni to'sab qololmaysan, hech nima to'sab qololmaysan. Men o'lkasam, mening ro'yim seni qo'yib etmaydi hargiz. Bu bir ig'ir jinoyat bu. Shvetsiya bexatarlik idorasininkiga oldiga birisini kuzatib 11:20gacha turibsa, soatlaringdan tortib hamma narsangacha turibdi. Buni ig'ir tutadigan masala. Kim o ikki shohid mashinangdiki? Bu mesele. O Hasan Mahmud mu, Nimo Hamud mu, bir nima? O kim o ilm meşrepidikilerin bura işte hizmet tecrübesi var mı? Bu Avrupa'daki ilm meşrepidikilerin onda olsa qıravuruz bir çın tutsak olduğa şeydi. Topladı, vari kuat kaldıdın tatip. İlk abi Germaniyada bir azmetli bir latışım var. Öykünü Allah balayını versin ağzını bir sene ve çıkava lata dedim. Latı kas koy. Hakkı dünyayı kurul dedikler çak qilib bergan sebe. Hoş. Naring asarda o'qigan sen haqing naring Misrda bir insonda kashaf qilsam ya qarindoshlarimni buni men Shvetsiya bexatar idora tortib hatta soqchiga olg'am vaqtimdan tortib ko'zlayapman. Haq torbat adresini yozib qo'yibdi. Ahli bola egi o'zi bilib oladi. Jumusamamda sen juvatganing bilan haq juvatmay. Haq ep bo'lgan talantchi odam bor. Sen jumusamamda o'g'al bo'lsang jumusamamda nochi bo'lsang Bekram, meni qandig'i deysiz, shundig'i deyishma deb. Sen u yerlarda o'tib ketdingmi? Qandig'i dey. Men burunqi tug'liq emas. Al pichoqni, kes pichoqni deb hayajonga berilib, seningga jidal qilib, men Bilal Ibrohimga o'ynaydigan o'yinni men quryapsa. Xaq meyada kim bor sening kayningda kim kuch ko'rsatyapti? Zümrətədə telefon qısmımız buldu əmdi. Şvetsiya cemaatçiliği qılmaydı bu işini. Qanun hal qıldı. Şunun bu cemaatdən. Ben uğrayıcı mı? Ne oldu bu telefon? Bana telefon. Mandak çıkıp bardı. Ağın bu matıda. Tutup durun la kırmızı telefon numarını yazın. Telefonum idoraning telefoni emasmi? Shundan qanaqa bir WhatsApp'ni dal tushirib qo'ygan. O bir nimalarni echib etish kerak. O Samsung'nikini men to'liq ishlatib boqmagandan keyin bir qanaqa bo'pti. Ada telefon qilmay turing hozir, ha? Echib etish kerak. Ha, bo'ldi inshaalloh. Assalomu alaykum ada. Ha, alaykum assalom ada. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi, anglandimi? Ha, endi anglandi. Ovozni teshig'i qo'yibdim, ha?
Ma'qul. Assalomu alaykum. Ukam yaxshimi? Yaxshi edi. Facebook'daki boshqa do'stlar, mana yaxshimi? Vatansuvar do'stlar, yaxshimisizlar? Uzun vakitdir biz so'zish bilanmidi? Biraz aldirash bo'lib qoldimi? O'zim buni o'rgat emas. Agar tunugunki ahvoldada Neden tordik ahvallar, sizden paranglish jarayonda tunugunki ahvol bo'lgan bo'lsa, men boshqacha bir so'zligim bor de. O'sha Mahmadan urib. Bugun endi soqchi orqali narsalarni o'rinlashtirib qilib bo'ldingiz. Shuning uchun men endi uyga qaytgandan keyin bir muvofiq bir vaqtda ba'zi narsalar to'g'risida cho'qim bir so'zlab qo'yman deb o'yladim. Lekin bugungi moskilgan bir narsani so'zlay deb o'yladim. Chunki ma'mu anadagi sizgimi taraflardan voy shu Uyg'ur jamoat orqali hal qilgan bo'lsak, gap qilgan bo'lsangiz deb bek tavsiyalar jiq keldi. Yana bir mening ishimdagi bir odamning ovozidan ajoyib bir xil g'ayriy bo'lib qoldim. Bu Shvetsiyadagi hamda Shvetsiyaga shunda bir Yevropa ham Shvetsiyada mükemmel kanun tuzum var. Özümüzün hukukunu qo'g'daymiz desak, yapgidek o'rinlar bor beshimiz qidigan. Lekin nima uchun endi bu Qozixondan birisi ta'sis qilindi, Shvetsiyada deb hayron qoldim. Nima uchun menga tavsiya qildi yoki sizga deydi, menga voy to'g'liqdan deb ketdi. Men to'g'liqqa u gapni demayman. Masharil dey deb o'yladim. Aslida ovozni qo'yib qo'yay deb o'ylagandim, qulaylik bo'lmadi. Shuningga deydiganim qarindoshlarim, bu qanchinchi asr biz neler yaşavatımız, nimeden Uygur cemaati hal qiladi. Uygur cemaati mush qonunning üstüge chiqib ketdi endi. Nimada bu yerda hal qilsizlar? Qaysi tomoshabinlarga o'yin kerak bo'lib qolgan? O'yin kammi? Mishadil javob beray dedim. Ben mushunchalik so'zlay, agarda o'zingizdan menda so'raydigan savollaringiz bo'lsa, javob berma. Uzun to'xtalmay deb o'yladim, chunki men o'zim yana uy qaytgancha cho'qim nahmaydan qilmayman deb o'ylayman. Rahmat edi. Lekin men sizga bir tavsiya qilay. Qonun yo'lini tutgan odam, onda Uyg'ur jamoati degan nima? Shunda bir kulgili bir tema bu. MTT'li tema bu. Asli bu ilaqa yangi ishida deydilar. Nari yangi ishi bor? Asli bu ilaqa men asli bu yerga chiqib ekran ichib tushundirmaslikni qilgandim, ammo Bakram Tursunning polisning adreslarini yezib, bergan narsani qilib bakkilik g'idig'im kelib ketdi-chu. Undan keyin xalqdan bizga hozir ishinib, mushlar bir ish qilyotidi-ku, bu bolalardan deganlar chiqyotidi-ku, rost deb bizda bir xil umidi va do'stlarimizni, vatan suydigan ichidan bizga intilayotgan do'stlarimizni bir to'liqmush qonunning gapini anglab kirib ketdi degandek gap bo'lmasa, asli men bexatarga darsin xetinimni chiqamaydim da. Bilasiz, bu narsalar hech kimizning o'tirsidagi, davlatning o'tirsidagi ishlar bu. Bu narsalarni chiqarishning hojati yo'q, ammo amalsiz. Endi nima ishga desangiz, jon kuydirib issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay, Shvetsiya parlamentning oldida turish, men badalni to'layotganim o'zim bilaman da. Yo'q, qanday. Masalan, sizmi Shvetsiyaga keldingiz? Sizmi o'zingizga qanchalik pokizligingizni men ko'rdim. Hatta meniki bir vaqt tamoqimni yemedingiz. Yo'q, ukam, men qizimniki bilan o'zimnikini qilay, o'zimiznikini o'zimiz qilaylik deb. Hatta jurang bir yerda bo'lsin bir nim qilaylik desak. Hatta kap bo'g'uvchimi o'zinglarni biletinglarni tatib. Endi ashunchalik darajada sizmi diqqat qilasiz, masalan, menmi diqqat qilaman bir ishlarga. Masalan, Abduvali Yosirga yordam bergan ishlar bo'lsinmi, mushuning qilib uring ukam deb. Biz shunchalik tajribali bir pokiz ish qilyapmizda, bir qonunning sirtiga chiqatmadik. Ya bir adamga tahdid solmadik, ya bir odamni o'ttirib etmadik. Chappat davoring xato. Chatarlik oqko'ngil chatarliklarni g'arb ellarni oldima. Turkumlab oshma tashkilot. Ossang xalqning nimasini bildi. Parlamentning shu Xitoyni yomon ko'rganlarini tut. Bilet tashlab berma deb qo'yib turib, ularning manfaatini chiqish qilib turib, o'zining manfaatini chiqish qilib turib qil, indigenistdan chiqat. Mundaq degan gaplarni qildik. Endi qo'yilib ketdi, undaq qildik dedim. U mening o'zimning shaxsiy ishida, masalan, men BBCga chiqib isbot ko'rsatmadim. Men endi birisi chiqib bir vaqtda birisini ochdi deganti.
deb yo'qolib ketdi. Endi cho'ng dadimiz u odamni benim digim yo'q, ham demayman. U odam adamiylik jihatdan ham yaxshi odam, o'zi pulga ko'ngli ko'rsatdi. Ham nima yo'qolib ketdi, uni men uqmayman. Bir aybi bormi yo bir sayta tutib olib jimoqtirib qo'ydimi? O o'zining ishi. Lekin meningki asli bu yerga chiqib men raskatni qilsam buningdiki men bunday ekranlarga chiqmayman, xalqimga davitay. Men ish qilaman, men til o'rganaman. Do'stlar bilan internet o'zimizdan bizdan ilayotgan darsimiz va siyosiy analiz qilayotgan guruhlarda ishlarimiz va o'zimizdan qilayotgan ishlar va hammani deb o'tirish, masalan, og'riqlarga yordam berayotgan ishlarimiz va men nima uchun bugun mishakmishin chiqdimada men chiqqim tunugun men tunugun shuni o'yladim. To'xtabdi, avval saqchiga bir angaldirib etib, o'zimni bir qo'g'dib atgandan keyin, anandan keyin bir chiqib qilay dedim. Men bu ishlarni nima uchun sistemli qilyapmadim? Mush xalqni o'rgansin dedim. Dut bo'lmasin, kallini ishlatsin. Birinchi ishni Allohga, ikkinchisi mushu davlatdanki qonunni berish kerak. Hech qanday odam qonunning ustida turolmaydi, qonundan ustun turolmaydi. Anandan keyin bizga ishinadigan masalan, men attigini qo'psam, O'zbekistondan, Qozog'istondan, uyalardan, haramlardan, uyalardan ashtaq telefonlar attiganda Assalomu alaykum tug'liq bolam, sizga duo qilyapmiz, Zumratchiga duo qilyapmiz, boshqalarga shu. Ashu bizga ishindigan 10 ming imzoni endi biz qayerdan kelganini biz bilamiz bu-da. Ashu xalqni ada umidsiz, mush tug'liq qonunning kelgan chaqda yo'qolib ketdi demisin-da. Men mishak chiqdim edi. Asli bundan narsa chiqib men u pachprat odamlarga javob berishimning hojati yo'q. Men to'pirki qurultayning nomerliklarini urib berayotgan bundalar men xiyolimga kirib chiqmaydi, ammo qarsam adresini yozib qo'yib, turbat adresini yozib qo'yib, bayqinda xatlar keladi. Yana bir gap qarindoshlar, mana bu meningki, mashuma mening xatim saqchidan kelgan. Mana saqchini ko'rib, bu mishadiki bir odamni bizni haqorat qilgan Zumrat adam ikkimizni bergan, ikkimizning arzisi adam o'sha uchun menga keldi. Nima uchun mishaga chiqib men bular ko'stman, bu narsadan ko'stishimning hojati yo'q. Men saqchidan qo'rqaydigan yo bexatarlik darsida qo'rqaydigan ishim yo'q. Men qochoqchilik qilmadim. Men Suriyaga odam solmadim. Men zaharlik kimlik atkashlik qilmadim. Men ishlayapman, men o'zimning ishni qilyapman, ota-onam deyapman. Shuningga men qarindoshlarimga ba'zilarga bizni suydigan, bizni qo'llaydigan, atgan ashtagan ilqindak bir ishlar bo'lib qolsa, 100 ming kishilik imzoda ekani bir vatanning mustaqilligi bo'lib qolsa, şu qarindosh, şu ablalarimizni, dadalarimizni duo qilayotgan, bizga ishlayotgan do'stlarimizni umidsizlanib qolsa, mush to'g'liq saqchini ko'rib, qo'rqib kirib ketamiz. Bexatarliknikini chiqib bera olamiz. Asli chiqarishning hojati yo'q. Va o'zimning nima ish qilayotganini o'zim bir gap qistirib o'tay. Bir gap qistirib o'tay. Mana tunugun menga evatganni sizga evatibdi. Jihlaniki. O'sha yerga Nuriy Turkal efendim gitar chapasi usta o'ynab bergan birisi var. Yaponiyadan İlham Mahmud deb. Şunun inisi G'amut Mahmud degan voy kallasini elish kerak, aqlish kerak, ko'p qilish kerak. Yaponiya konsuli nayt qiziqdi bu ishga. Aldırmasa şu yerda ko'rishimiz. Ama onu bilan o'shiq gapim yo'q sizga, men deydigani mayli u tahdid qilsin, mayli qanday qilsin, siz qilayotgan ishimiz qahvlar shaxsiy hech qanday adovatimiz yo'q. Biz vatan davosidilar. Mau xoinlik qilyapti, bizni setyapti. Mening bu dadam tugab ketdi. Opammi bormi bilmayman. Agarda shundoq bir kunlar hammamiz ro'yi duo qilib o'chkitimiz. Mana o'xshash o'tsa deb turib, biz tegishli qilishimizni qilib kelyapmiz. To'g'ri yo'lda bo'lgandan keyin vatanga chiqimiz, qarindoshlarimiz chiqimiz deyapmiz. Sen Uyg'ur uyiniki hisobini bersan, Rabiya Qodir. Endijiniz shu 62 betlik shu dokladning javobini bersan, dedim. Dedim. Sen degan tashkilotningki egasi bo'lgan inson. Hozirgacha meni onam, yana birmem deganim bilan sen meni onam emas. Sen javob bersan dedim. Eringni saylab qo'yib, endi dedim. Aşna hemmisinin cevabını özen verirse aldırmışsan işini çekken çatı şu vaxtıda deyişimiz. Benim boş gapim yok. Ama sizge samimi tavsiyelerim o kahlar çöndürüş verişimizin haceti yok. Öz yolunuzda qo'ldansanız da bo'ldi deb o'ylayman. Tunugungi holatda cho'qim qo'ldanishimizni tavsiya qildim. Bugun joy ishlarimiz tugatibsiz. Lekin men o ishga yoqmay dedim. Agar o'zingizdan menda so'raydigan savolingiz javob bermay bo'lmasa, xo'shlashimiz.
Ha, o'tganda meniqi to'rlar deydiqi, nashchikidoyo, kasal yo, o'chi bo'chi deb bir gaplar taqib ekan. Endi aytda men idoramniki nim qilib bugun saqchidan ishda qon topshiray, uni buni qilay desam, uni o'zing doktorxonadan berib qilib kel dedi. Aytda bugundan boshlab damilash ketdimada. Endi lekin og'riq menda qo'yish kerak deymiz uni. Uningda men parlament oldida chiqib namoyish qilmayman-ku bir ikki hafta. Chunki men og'riq bo'lgan ekan, life qoniki mening do'stlarim bor, idoramnikilar ko'rdi-ku baribir meninkini. Men o bular meni o'zingning ishini bitta desam, men doktorxona düşmey parlament oldida turib olsam bo'lmaydi. Balkim bir hafta men chaqaroq tezdan mana shu qonun natijalarini shu suylik tekshirtgan shu narsalarni ko'z ilib endi material yig'ishga boshlab ketdim. Asosiyatdan to'liq materiallar bor. Bu yerda shundaq bir-birisining shaxsiy yolg'on narsalarni deb, shundaq to'rlarni sistib qilgan narsalar bor. Manda shu sizdan yana bir savolim bor debchi meniki. So'raydigan. Shuni bir so'rab o'tsam. Ma u oldiga chiqib bunday harakat qilmoq yomon. Bu yomon tasga men harakatni qilsam men endi chidadim, endi chidayman yana buningdan keyin. Ammo sizningki o'sha 2018 dan boshlab Mişi boshqa hozirgacha mesela sizning ota-onangizni oqsatib dedi, haqoratlarni qildi, bütün balangizdan tortib ishingiz qilmadi. Mushu hada sizni mush vaqtgacha sizni endi mushu sundiramagan bir irodani bir menga deb bersangiz, xalqni anglasa, bularmi shundan foydalanib anandan keyin o'zlarini bir yetaklasa psixik jihatda deyman-ku. Bo'ldi. 2018 annalar bilsizler, 4. ayın 27'sindeki namayışını ben degan hayacan bilen bütün dünyadaki Uygurlarını çağırıp kılandım bu değil mi? Onu sizler annalar bilsizler. Şu çağlarda bu namayış degan ot tehcip durup vardım. Oy 5000 kişilik namayışının degan andak nemesi neticesi oldu, bundak neticesi buldu degan ki ben rast işengen. Naydı saddalardı vardım. Bir başa namayış buldu, o bir aldı itikken olsak, kendi iş bitirdi dedi. İş kandak bir Avrupa devletlerde aldı iş bitirmeydi o. Bu bir. Anladın namayış jarayonida bir iş Xitoyni voymuş namayışını buzmoqchi oldu. Deb bir paranglashayotgan, bir bulungda hemiz paranglashayotibdi, to'satdan o Xitoy aramizda paydo bo'ldi. Anadagi bu namayishni buzmoqchi bo'ldi dedi, uni tutib ketgan bo'ldi. Ashundoq bir o'yinlar bo'ldi. Ay, abaydan paranglashayotganlar bo'lsa, bu yo o emas deyandaq mundaq dedi. Hamma narsaga savol, javob izlansangiz javob chiqar ekan. Anadagi men izlandim. Mening maqsadim men bir tashkilot qurib, birsini voy mundaq deb o batnam chaplab undaq maqsadim yo'q. Azaldan ispatsiz söz qilmayman. Şunu bilan kirdik, tekshirdik. To'g'ri, hamma narsa bor qarindoshlarım. YouTube degan narsa bor, Google degan narsa bor. Tekshirsanglar, har qanday narsani ismini to'g'ri kirgizsangiz, biz topgan narsaning hammasi to'g'ri ochiq yo'riqchilikda. Mayli doklad bo'lsin, mayli video bo'lsin, mayli har qanday narsa. Anandan keyin qiziqib qoldim. Mushtaq oldinib yuraveramdi. Bizni endi bir har qancha bo'lsa hammamiz cho'shqa bo'lmagan ekan. Hammamiz shu halaqqa ehtiyojli bo'lmagan ekan ana dediki. Shuning uchun bir tekshirib baqayli, izlab baqayli deb do'stlar, hammamiz birdan qo'shildik. Qo'shilish jarayonida do'st bo'ldik, sabdosh bo'ldik, tam menyapmiz. Siz endi bultur qo'shildingiz, lekin siz ko'rib turyapsiz. Her bir vaqtida mijozimiz tövenligen vaqtida men samimiy tavsiya qilaman. Ota-onamiz qarab turyapti dedi. Bizning qarindoshlarimiz qarab turyapti. Xuddi mening ko'zimda oqqan yoshlar haqninkiga oqidi oyatdim. Biz ro'yiga duo qilib o'tamdik yoki midrab baqamdik degan narsalar ash suyimli tuproqdagi shu qarindoshlarimiz ko'z oldimizga keladi. Ay, shu erkiy qirg'inchilik degan narsa chiqib bo'lgan holatda Xitoyning jinoyati bekitilib bo'lgan holatda biz yana shu 2884 rasmga ehtiyojimiz bormidi yoki texmi kutishimiz kerakmi? Bizga zimin kerak. Voy biz ish qilamiz, biz mavqimiz ekitimiz, voy bizga bosqinchilik qildi, aqldi, ko'p qildi deb o'ldirib o'yin ko'rib, pul yig'ib, anadagi kayda yana Xitoy bilan birga yashaymiz deb o'ldirishimiz kerakmi? Yoki
Biz Xitoy bilan yaşayamaymiz. Biz aşı zaminning egasi deb o'tirib chiqsak, anadikin yüzümüz bir yo'riqroq bo'lamdi degan narsani jiq o'ylanaman. Mening hozirgacha bir yiqilib qolmasligimda birisi Allah, ikkinchisi do'stlarimninki shu qo'llab quvvatlashi, ham rag'batlantirishi, anadikin ash suyumlik tuproqqa bo'lgan so'ygurim hozirgacha meni ko'tarib turyotidi deb o'ylayman. Vatandakilar bizga talmirayotdi, vatandakilar bizga talmirayotdi. Bunlarga jiqlar deydi. Voy, men xotinning ovozini jimiqtiryapti deb yezyapti. Voy, yezib turibsan. Vaqti kelganda hammadan o'zi eg'izlanadi dedim. Ashula javobim. Bunda o'shqa haqqim yo'q. Rahmat sizga. Undaqda ukam hamsa o'zingiz davomlashtiramsiz. Mening mushuklar chunki mening to'rim cheklik. Bo'ldi. Jonbishar bo'lsa. Bo'ldi. Hammalarga rahmat bermashlarim. Salomat bo'ling. Siz safarda ekansiz, o'zingiz diqqat qiling hadi. Rahmat. Xo'sh, omon bo'ling. Qarindoshlar, mana shunday gaplar. Iliqi bir narsa saqchininki torbat adresini uni buni chiqarib qo'yish yo'qolib ketmaymiz. Asli mening bu yerga chiqib iliqi hech kimga bir nimaga mening faqat tushundirgan yerim saqchi idorasi. Boshqa yerda hech kim jamoat bu to'g'ridagilar nima qilib beraldi? Faqat tildi shu bizni yog'an dedi. Yog'an olamdi, rasulamda u hamda aldirmay chiqdi. Anondikan Amerikadagi Izzat Mirzat sana bir hoş haber. Seninki mavi numarda 031 degan chaqda men numarni undan ko'rib ol. O'tganda sen bu ishni chiqarib to'g'liq xamiyat deb degansan, bizninki 0046 Shvetsiyaniki. Buniki xabar keldi. Bu Gollandiyadan numar ekan. Bu iliqi mavi nima deyapti? Hey, bunda deb yozibdi seni, Hey, ağzı bilan qo'ngning farqi yo'q. Ko't xumsi buningdan keyin to'g'liqni og'zingga olma. Bir nimadan bo'lgan qarg'u bo'lmasaqlar qarishiblas. Bir nima xotiningni men bir nima qilma, opangni qarg'u to'g'liq go'riga kirib o'ynab chiqishga tayyorlik turyotidi. Qizingni to'g'liq shikimiz pandaq qilamiz. Kallasi ishlamaydigan to'ng'iz pas yotgan xotinlarning ovozini oldi deb ketibsa, qarg'u ishplas isboting bormi yoki yotgan yerda marab yurganmi ishplas rost debdi, sen to'g'liq raqib bo'lolmaysan, qarg'u ilixo'liq deb ketibsa, sendek naslining tayini yo'q. O'rimchilik deb meyadi yurtning jilini chiqarmoqchi bo'pti. Haramdan bo'lgan lagerlardan yaxshi buningdan keyin g'o'zi degan gapni ses qog'ozingga olma. O'rimchilikninki erlari birnim deb. Bu endi o'zing ko'rib ol Izzat Mirzat. Bu 0031 ga men bu seninki bu da'voyingni men ustimga oldim. Bu o'sha Gollandiyadagi Mao Norvegiyadagi qadriya dunyoviy qurultaydagi o'zini dizayner davolda Saypon tikkuchi. Onunki Nijat degan yana bir ikki bolasini tashlab etib, sen bir kesilaba deb chaplab chiqarib qo'yding bir yarim kechada. İkisininki rasmini, lekin 3 minutdan keyin sen o'chirib etding, lekin u bizda bor. Shu Nijatning yozgan ekan. Men sening o'rningda Nijatni Gollandiyaniki saqchi darsiga topshirib berman. Buni men topdim. Kimninki qilganligini. Shuningga Nijat senmi menga o'zing yaxshilik qilgan bo'ldim deb o'zingcha pitni urgan chechibsa, Izzat endi meniki deloning natijasi chiqqacha sen kussang bo'ladi. Buni men senga aniqlik aytib bermay, demayman. Men dedim-ku Gollandiyaga berib Adil Çınar, hem de Nicat qetildi. Seydi Hamdullah'ninkini birisiga gap qilibdiki, voy meni tegmagan bo'lsa u deb. Uni o'zini chaqirtib, men bilan chiroyli gaplashma bo'lsa, uning bilan qonun bo'yicha gaplashaman. Shundaq ish. Endi meni bilib ol, bu Gollandiyaning nomeri. Men unda qonunsiz ishlar qilmayman. Men unda qalaymiqan Facebook ochib odam tillab, mening bir to'liq qo'ljidan boshqa hech qanday Facebookim yo'q. Çünkü benimki bir tal email'im var. Anaki bir tal Gmail'im var. Ama onda iki tal onda email'larni içi verip geçkiçi onu qilavergan bilan iz qilib ketdi. Men qonun bilan ish qilayotgandim, tutilib qolmas, ballangiz ichaydi. Ham qonaqni yeydi. Tushundingmi? Shunday gap. Shuningga avu men emas. Lekin mavni sen deb yaxshi qilding. Buninkini men senga aniqlab berman. Sen bu da'voringni men setib oldim sharga. Juma Mava sen o'tganda degandan 5 yilda to'liq boshildi, meni xotin bolamga haqorat qilib deb. To'g'ri, senmi bizning
apalarımızga, ellerimiz qanmadi, türmedikiler qanmadi. Ya gay savatdan hiç nima tillarni tilavatdi. Ha gollanlik farq degan balaninkini, aş gollanliklarni yağa fuchurlarni elib aşı balani qanjig'latdi. Xalqning ayıplarını içip oturma şununla biz mi seninkini dedik, deganga chidaganga chiqadik, biz chidadik, sen mi chida? Ama mavu men emas. Mani bilib qal, men sana chiroyli odamdek yaqildim maqetim tushunding? Mavu deloringni ma Yevropada men hal qilib berman buni. Maniki javobi keldi, maniki kim ekanligi tushunding? Mana bu davatdim qarindoshlar, eng oxirida yana bir ishni qilmoqchi. Men hozir Müşne alam tutsam arkadaş. Ben vatanim Şarkı Türkistan'ınki bayrağını tutup durup qasam ichimanki, men vatanim Şarkı Türkistan'a 100 kilometre aşıqmıdım. Ata-onamga turmuşga 100 kilometre aşıqmıdım. Men milletimni satmadım, vatanimni satmadım. Ben qarindoshlarımga egi chiqdim, ata-onamga egi chiqdim. Men hech qanday o'yin o'ynamadim. Agar men shunday qilgan bo'lsam, tarix shuni yezib menyapti. Bir kunlarda men Sharq Turkistonning sotiga tatilishga rozi, taliqninki lanat battirga yezilishga men rozi. Men vatanimni Sharq Turkistonni suyman, Sharq Turkistonniki mustaqilligi ota-onamning o'ligi uchun bu yo'lda menga yotmayman, qaytmayman. Men qarindoshlarga shunda oxirgacha javob beraman. Men bu yo'limdan qaytmayman, bizning mustaqillik irodamizdan qaytmaydi. Bizning sepimizga do'stlar, qaytilinglar, ota-onamizga ega chiqaylik, vatanimizga ega chiqaylik. Bizning birdan-bir chiqadigan yo'limiz mustaqillik yo'li. Men Sabit Damullam davlat atlarimizning Abduqodir Damullam ikki jumhuriyatdagi barliq qarindoshlarimiz, dadi buvilarimizningki, ro'yininki amin tepishini Sharq Turkistonning ular yetkazolmaganligini biz tirishib yetkazish uchunga men vatanning bayrog'ini oldirib qasam qilaman. Men agar vatanim uchun bir munofiqlik qilgan bo'lsam, men agar millatimdan bir inson satgan bo'lsam, mening opam dadamning o'qigan 5 vaqt namozlari, avlodlarimning qilgan ishlari nolga tang bo'lib, u dunyoda vaylon do'zaxningki men ichlarida biz kuyib, biz lanat bo'lib tarixning batlariga lanat yezilib ketishga mana men nim qilaman. Qarindoshlar shunga bu paket ustida bo'lib qolsin. Bu birinchisi. Bu ayolning ismini bas yozg'im yo'q. Yana birisi telefoniga qarab. Shvetsiya bexatarlik idorasininki xetini menga avatgan tutib turib qasam qilamanki, men Shvetsiya hukumatininki hech qanday qonunlarga va Shvetsiya hukumatininki bexatarligiga va insonlarninki hayotiga hech qanday xavf keladigan, tahdid qiladigan ish qilmadim. Men faqat ota-onamninki insonlar tarafidan ziyonkashlik uchirganlik uchun men Shvetsiya hukumatidan yordam so'radim. Qonunliq yo'lda men ketyapman. Men to'g'ri Hamet 2022 yil 6 oyning 8 kuni soat 23dan 6 o'tdi. Shvetsiya bexatarlik idorasining xaytini tutib turib qasam qilyapmanki, agar men Shvetsiyada qonun xilop chiqqan bo'lsam, bu ishning uddasidan chiqishga va oxirgacha Shvetsiya hukumatining qanday tadbirlarni qo'llanishiga men rozi. Qarindoshlarga rahmatim bo'lsa. Qarindoshlar, unda bo'lsa, bo'pti, unda men bu idoramga telefon qilib endi ertaga chiqmaydigan vaqt elib o'tishim kerak. Shuning aman bo'linglar qarindoshlar, bizga ishoninglar. Biz cho'qim birinchi Allohga ishonishimiz kerak. Hozirgi dunyoninki qalaymaqon bo'layotgan vaziyatidan foydalanish kerak. Demak, tursunlarimizning bir gapi, "Fukam chuvildi" degan gap cho'qim o'ngshildi degan gap bor deydi. Bu bek to'g'ri gap. Hozir dunyoninki sistemasi butunlay cho'lib ketdi, bu o'ngshildi. Bizningki vatanimiz Sharq Turkiston Xitoylar tarafidan besvilangan cho'qim bu bizga tava zimin ota bo'g'larimizdan bizga qolgan buni cho'qim qaytirib olib kelamiz. Qarindoshlar, hammamiz tang tirishaylik. Bu yolg'iz bir to'g'ri Hametning ishi emas. Bu nurg'unlagan insonlarning ishi. Shuningga qarindoshlar, to'g'ridagi fitna fasod o'chi bu narsalarga ishinib ketmanglar. Men endi sizlarga Shvetsiya bexatarlik idorasininki xetidanmi tatib u maxfiyatliklarni asli ko'rishga bo'lmaydi, u ko'rsatmagan boshqa narsalar jiqtixi. Jiqgaplarni qilg'im yo'q. Men o'zimninki nima qilayotganimni o'zim bilaman. Bekam tursin, sen aldirab ketibsan, bo'ladi, biz men seni murodingga yetkazay, bir saqchida biz oxirigacha qilaylik. To'ylamlarga tayyorlik qilish turamsa yo o'zing bilsa qolgandan qanday bo'lganini.
Bundan keyin menga to'g'ri bir narsa yozib avar qilma. Men bu seni avar qilmayman. Bizning bundan keyin qonun bilan gaplashaylik. Zümrət Tursun adimizga yana bir iltimosim, siz Nuriga qaytib borgandan keyin darhol meningki bir materiallarim bor, Bahramning singlisi bilan, hadisi bilan Marhaba Tursun bilan Sarpus bo'layotgan bir soqchiqonni elib yetkazib berishingizni umid qilaman, ammo mush oyning oxiri men bormayman o'zim Nuriga. Berib mush ishlar ustida endi men o'zimniki arzini boshlab ketaman. Kim haqli, kim haqdor, kim haqsiz, kim qandaq oxiri chiqadi bu ishlarniki qarindoshlar. Saqlab tursak bo'ladi, juma. Onda bo'lsa qarindoshlar, Allohga amonat, omon bo'linglar,